Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Hammanglar hafta oxirini yaxshi o'tkazinglarmi? Bugun biz darsimizning davomi olamning yaratilishi 14-bobni ko'rib o'tmoqchi. Oldi bilan 14-olamning yaratilishi 14-bobni bir qatim o'qib chiqaylik. Olamning yaratilishi 14-bob. Shu kunlarda Babilon begi Amrafil, Ellasar begi Aryok, Elam begi Kedurlaumar, Goyim begi Tidal qatarlıq dötbek birleşip, Sodom begi Bera, Gomorra begi Berisha, Adma begi Şinab, Siboyim begi Şemeber ve Billa begi qatarlıq 5 beg bilen can qilishga chiqdi. Bu 5 beg qo'shinlarni birlashtirib Siddim vodisiga yig'di. Siddim vodisi hozirgi O'lik dengiz vodisidir. Ular 12 yil Kedurlaumar begining hukmronligida bo'lib, 13-yilga kelganda uningga qarshi isyon ko'targan edi. Şuna 14-yili Kedurlaumar bek özünün ve itbaqdaş beylerinin qo'shinlarini başlap berib, Ashtarot Karnaim degan yerda rifalarni yengdi. Keyin Ham degan yerda Suzlarni ve Shavkiriyatim tuzanligida emlarning hammasini tarmar qildi. Sayir tağlıq rayonida yaşayotgan Horitlarni çöl bo'yidagi al parang'ichi qo'g'lab berib tarmar qildi. Arqadan ular Enmishpat, ya'ni Kadishga qaytib, Amaleklarning butun zimini besib olib, Hazazun Tamarda yaşayotgan Amorlarni tarmar qildi. Bunun bilan Sodom, Gomorra, Adma, Siboim ve Billa, ya'ni Zoar qatarlıq 5 beylikning beylari birlashma qo'shinni boshlab, Siddim vodisiga jang qilishga chiqdi. Ular Elam şəhərinin begi Kedurlaumar Goyimning begi Tidal, Babilonning begi Amrafil ve Ellasarning begi Aryokdan ibarat 4 beg bilan jang qildi. Siddim vodisining hamma yerda qarmay bilan to'lgan ko'lchaklar bor edi. Sodom begi bilan Gomorra begi qashqan vaqtida qo'shinlarning bir qismi ko'lchaklarga tushib ketib, qolganlari taqiq ichib ketdi. 4 beg Sodom bilan Gomorraning butun boyliq va oylik to'liklarini bulang-talang qilib ketdi. O chaqda İbrahimning jiyani Lut Sodomda turardi. Ular unimi mal-mulklari bilan qo'shib bulab ketdi. Lekin qutulib qolgan bir kishi bu ishlarni İbrani bo'lgan İbrahimga ma'lum qildi. O chaqda İbrahim Amor qabilasidan Mamre ismli bir kishining to'p daraxtligining yanida turardi. Mamre va ishkinisi Ashkol va Anir İbrahimning ittifoqdoshlari edi. İbrahim jiyani Lutning asirga tushib qolganligini anglab, o'z odamlaridan 318 nafar jangchini chaqirib, 4 begni Dan degan joyga chiqoqlab bordi. U yerda jangchilarni bir qancha qismga bo'lib, kechasi hujum qilib, dushmanni mag'lub qildi. Ularni Damashqning shimolidagi Xoba degan joyga chiqoqlab, bulab ketgan hamma mol-mulklarini tartib olib, o'z jiyani Lutni va uning butun boyliqlarini, xotin-qizlarni va boshqa asirga tushgan odamlarni qaytarib oldi. İbrahim Kedurlaumar ve onun bilan ittifoqdosh har qaysi beglarni mag'lub qilib, g'alaba bilan qaytib kelganda, Sodom begi uni qarshi olish uchun Shava vodisiga chiqdi. Ulug' Xudoning ruhaniysi ham Salimning begi Malkisidikmi non va sharob elib İbrahimning oldiga chiqdi. Uningga baxt tilab, bütün olamning yaratquchisi bo'lgan Ulug' Xudo İbrahimni baxtli qilay. Seni dushmaning ustidan g'alaba qildirgan Ulug' Xudo madihlangay dedi. İbrahim g'animat olgan narsalarning 10dan birini Malkisidikqa taqdim qildi. Sodom begi İbrahimga g'animatlarning hammasi sana mansub, lekin odamlarimni qaytarib ber dedi. İbrahim uningga bütün olamning yaratquchisi bo'lgan Parvardigor Ulug' Xudo oldida qasam qilamanki, men sening har qanday narsangni, hatto bir tal yipingni yoki kayshingning boqquchini olmayman. Bo'lmasa sen keyin men İbrahimni boy qilib qo'ydim deyishni olmaysan. Shuning uchun odamlarimning yeginini hisoblayman. Uningdan boshqa hech nimani olmayman. Lekin mening ittifoqdoshlarim Anir, Ashkol va Mamralarga g'animatlardan tegishligini ayirib bersang bo'ldi, dedi. Xo'sh qarindoshlar, biz olamni yaratilish 14-bob bir qatim o'qib chiqdik. Bugungi mazmunni cho'ng 2 abzasga bo'lib ko'rib o'tmoqchi. Balki hammanglar olamni yaratilish 14-bob o'tgan vaqtinglarda mushunaqalqi jiq qabila, ya'ni davlatlarning, baglarning ismlari chiqib, ularning o'zaro so'qishib, oxir Lutning chiqqan vaqtida balki bu mazmunlardan boshqa nima deymiz? Boshqa narsaning qilmay, balki otlab o'tkazilganlar bo'lishi mumkin. Bo'libmi bu ham deyalqi normal itkatçılarda köprek uçuraşı mümkün. Birisi nasabname hikayesi çıkan vaqtida, birisi muşunaqa bir kisi bilan birisi jang qilibdi degan o'xshashmishan mazmunlar qilsa, jek odamlarga ko'p bir azroq bosh og'rida mazmunda patlab o'tkazganlar ko'prakda.
Muşundaq əmdi bugünkü məzmunun birinci abzasda, yəni birinci məzmunda muşundaq qılqı Lutның əsirgə düşüb qalğanlığı, həm şundaqla İbrahimның bunu anlap özünün adamlardan başlap onu Lutның qutquzmoqchi bo'lganligida. Andan keyin ikkinchi abzas bo'lsa, undan keyin İbrahim bu bəylər bilan, yəni Lutni qutquzish uchun ular bilan jang qilib, jangda g'alaba bilan qaytib kelgandan keyin Sodom begimini qarshilashga chiqdi. Andan keyin ya'ni Malkisidiqmi uningga baxt tilgan mazmun. Mush cho'ng ikki mazmunni biz bugungi mazmunlarimiz cho'ng ikki mazmun mushlarni ko'rib o'tmoqchi. Aldı bilan biz birinchi mazmunga qarab o'tsak, ya'ni mushada 4 bag bilan 5 bagning so'qishish, jang qilish jarayoni. Endi biz bu baglarni biz Babylon begi, Ellasar, Elam, Goyim qatorlari shu 4 bag, ya'ni bir kuchli hisoblangan bu 4 bag. Andan keyin bularga qarshi isyon ko'targan 5 bag va bu 5 bag bularga qarshi isyon ko'targanda bo'lsa oxiri mag'lub bo'lib, ya'ni ularning qo'shinlari bo'libmi Sodom bilan Gomorra, ya'ni 5 bagning ichidagi Sodom bilan Gomorra, ya'ni isyon ko'targan 5 bagning ichidagi Sodom bilan Gomorraning qo'shinlarining bir qismlari qarmay ko'lchaklarga tushib ketgan, ya'ni bir qismini taq qochib ketgan, ya'ni bu tushib ketdi, qochib ketdi deyilganda mag'lubiyatining bir ifodasida. Ham shunaqla bu 4 bag, abayqa kuchli 4 bag, bu 5 bagni mag'lub qilib, ya'ni bularga mag'lub bo'lgandan keyin bularning butun boylik, oshliq to'laklarini bulang-talang qilishib, hatto buning ichida bo'lib Sodom bilan Gomorra begi shunaqa ularning qo'shinlari qochib ketdi, ko'lchaklar tushib ketdi degandan keyin, ham bularning ichida Sodomda biz 13-bobda İbrahim bilan Lutning ayrilgan vaqtida Lut o'zi 4 tarafga nazar solib, ya'ni kang tuzlanlikni ko'rib, suymoqligini ko'rib, Nəntalğandı, yəni şu Sodom şəhərinin ətrafında çidir tikib orilishga Yordan dərəsinin vadisidən soğarıqıca bo'lgan joylarni shu düzənliyi görüb shu joyni tanlagan emasmi? Yəni Sodom şəhərinin ətrafında o'ltiraqlashib qoldi deb biz Lutning hikoyasini biz 13-bobda ko'rgan edik. Endi bo'lsam 14-bobda ana shu Lutning o'ltiraqlashgan joyidagi bu bagliklarninki ahvoli, yəni ularniki jangi jidallar, yəni janglari deymizmi? Oşnak ahval astidan bu 4 baglik, yani Babylon begi, Ellasar begi, Elam begi, Goyim begi degan 4 baglik, bu Sodom begi qatar, Gomorra begi qatarlar 5 baglikni hujum qilib, ularni mag'lub qilib, ularning boyliqlarini, oshliqlarini bulang-talang qilib, uning ichida yana İbrahimning jiyani bo'lgan Lutning mol-mulklarini qo'shib bulab ketgan. Ham shunaqla bu bulab ketgan vaqtida bo'lsa, bu ishlarni ya'ni İbrani bo'lgan bir kishi bo'lsa, İbrahimga ma'lum qilgandan keyin İbrahim bu ish voqeani anglab, o'z jiyanini qutqizmoqchi bo'lgan bir voqealarda. Endi biz bu og'riq ko'rinishi, bu hikoyaning og'riq ko'rinishi, ya'ni İbrahimning Lutni qutqizish uchun jangga chiqishdan burun, ya'ni keyin jangga chiqishdan avval biz ko'rib o'tmoqchi bo'lgan shunaqa og'riq ko'rinishi nima desa, bu 4 baglik va 5 baglik degan vaqtimizda berdi. Endi Babylon begi desa hozirgi Iroq, Ellasar bilan Goyimnalg'i, shu Turkiyaning atroflaridagi bagliklar deb qaraydi. Elam endi Ironga azaldan. Aslında baglik, bu 4 baglikning bu yerda naqadar bir kuchliligini biz hozir ko'ra olamiz. Shu vaqtlarda bir jahonni so'rayotgan bir bagliklar deymizmi? Shu vaqtlardagi dunyodagi eng kuchli bo'lgan bagliklar deb qarasak, hozirgi biz davrimiz bilan solishtirsak, hozirgi masalan Amerika deymiz, hamda Xitoyni hozir ko'p yerlarda ko'p davlatlar kuchli deb qildi degan o'xshash. Hamda demoqchi o'g'lim, hamda biroz og'riq ko'rinishini tushunishimiz uchun hamda biroz bunday bir o'xshatib turib misol qilyapman, hamda buni hatto tushunmanglar. Hamda demoqchi bo'lganim shunaqa dunyoga cho'ng ta'sir ko'rsatadigan shu vaqtlardagi bo'lsa, bir jahondagi, dunyodagi bir kuchli sanalgan 4 baglik. Mushu 4 baglik, ham bular nurg'un millatlar bo'lib, Zefarlarni, Zuzlarni, Emillarni, O'tlarni, yani bu Amurlarni, hatta Amaleklarni yo'q qilib, tarmar qilib degan o'xshash bu nurg'un joylarni, o'sha atrofda o'tirishayotgan nurg'un joylarni tarmar qilib, besib elib, egallab, degan bulang-talang qilib qolgan emasmi? Ya'ni demoqchi, shundoq bir cho'ng bir kuchi, shundoq bir keng bir doirasiga ham deydi bu yerda shundoq bir kuchli bo'lgan bagliklar bilan bu 5 baglik
so'qishib jang qilib bu bash beylik mag'lub bo'lgandan keyin mushuna 4 beylikning ashuna kuchli qo'shin oldida bu bash beylik mag'lub bo'lgandan keyin mushundaq bir buni orqa ko'rinishda bu İbrahim yüzlenmekçi bo'lgan qo'shin, yani İbrahim jangga chiqmoqchi bo'lgan, jangga otlanib turib, Lutni qutqizmoqchi bo'lgan oldidagi, yani qo'shini yüzlenmekçi bo'lgan qo'shinining shu qadar kuchlik va shu qadar nima deymiz, ta'sir doirasi keng bo'lgan shu vaqtlardagi shuna bir belgilar ekanligini biz bu yerda tushunish uchun shuni bir aytib o'tdim. Endi lekin mushunda bir kuchli qo'shin oldida, mushunda bir kuchli hamda ta'sir doirasi keng bo'lgan mushunda qo'shinlar oldida İbrahimning jangga chiqqani bo'lsa qanday bo'ldi desa, İbrahim o'zining odamlaridan 318 ni faqat. Ya'ni o'z odamlaridan 318 nafar jangchini chaqiriblar bu 4 beylikni, ya'ni abayqa 5 beylik mag'lub bo'lgan mushunda cho'ng qo'shinga, kuchli qo'shinga ega bo'lgan 4 beylikni qo'g'lab berib, ya'ni kechki hujum qilib İbrahim 318 adam bilan shu kuchli bo'lgan 4 beylikni yengib, ya'ni bu dushmanni mag'lub qilganligini bu yerda biz ko'ra olamiz. Endi bu kuchli ham sarxil qo'shin hukmronlar bo'lgan 4 beylik bilan faqatlam 318 adam bilan jang qilgan İbrahim hikoyasi orqali, ya'ni İbrahimning g'alabasi orqali biz nimani ko'ra olamiz degan vaqtimizda, endi bu yerda ya'ni biz bayam 14-bob 20-oyat qaraydigan bo'lsak, seni dushmaning ustidan g'alaba qildirgan ulug' Xudo madihlangan ayda Malkisedekning İbrahimga baxtilgan mazmunidan biz bunday bir ushchani egalaymiz. Ya'ni Xudoning İbrahimni g'alaba qildirganligini biz ko'ra olamiz. Ya'ni İbrahim o'zining kuchiga va askar soniga qarab bu jangga chiqqanligini emas, balki İbrahim Xudoga bo'lgan ishonchi, Xudoga bo'lgan iymon e'tiqodi bilan, ya'ni Xudoning unga yordam qilib, uni cho'qim g'alaba qozondirib, ya'ni Lutni qutqiza oladiganligi bo'lgan shuna ishonch bilan jangga chiqqan İbrahimning bunday bir e'tiqodini, ishonchini biz ham ko'ra olamiz. Ham shundaqla bu yerda biz Xudoning o'z xalqi bilan har qanday bir tavakkul, har qanday bir nima deymiz, qiyinchilik, har qanday bir xatarlar ostida Xudoning o'z xalqi bilan birlashganligini, Xudoning o'z xalqi uchun jang qilganligini biz ham bu yerga ko'ra olamiz. Endi bu bizning muqaddas kitob bo'lib ko'nahtida nurg'un butun endi shu muqaddas kitobning ko'p qismlarida Xudoning o'z xalqi uchun jang qilgan mazmunlari nihoyat ko'p uchraydi. Endi biz ko'nahda desa, endi ko'pincha bizning ko'zimizga cheliqadigan eng asosli bir mazmunlar bor-da. Birinchisi bo'lsa Sardarlar bor, bizning kitobning Sardarlar qismi bor. Sardarlar qismining 7-bob qaraydigan bo'lsak, Gideonning hikoyasi bor. Shu joyda Gideon shu Midianlar, ya'ni cheketgidek sanoqsiz hisoblangan shu Midianlar bilan faqat 300 odamni, 300 qo'shinni chaqirib, shu cheketgidek sanoqsiz bo'lgan, hamda to'gilari sahildagi qumdagi adisabsiz bo'lgan Midianlar, Amalek va Sharafdagi qavmlar bilan jang qilganligini biz shu Sardarlardagi 7-bob orqali ko'ra olamiz. Ya'ni buni butun endi ko'nahdan o'qiydigan, ya'ni butun e'tiqodchilar orasida endi bu Xudo xalqi bilan jang qilib, xalqini g'alaba qozondirdi desa, birinchilab ham tipik holatda boshqa e'tiqodchilarning ko'z oldida kelgan mazmun Sardarlarning 7-bob shu mazmunni hisoblandi. Ya'ni shu vaqtda Isroillar nurg'un odamlarni, Isroillar orasidan nurg'un odamni yig'ib kelib qo'shin chiqqan vaqtida Xudo deydi, ularning soni bek ko'pgan, azlatgan, bo'lmasa ular o'zinglarning kuchinglar bilan g'alaba qildim deyapsizlar deb aziltdi emasmi? Shu vaqtdami ya'ni Parvardigor dushman qo'shinni o'z qilishlari bilan o'zaro, ya'ni shu vaqtda Gideon 300 odam bilan jangga chiqqan vaqtida bo'lsa, Parvardigor u yerda o'zi dushmanning, ya'ni Midianlarning orasida ularning Midian qo'shinlari o'zaro qilishlari bilan o'zaro bir-birini qirg'inchilik qilib qo'yib turib, bu yerda Gideonning 300 odamning g'alaba qilishini, ya'ni g'alaba qilg'izadigan mazmunni chiqadi. Ya'ni shuningga o'xshash xalqi, ya'ni Xudo o'zining xalqi bilan har vaqt, ya'ni Xudoning xalqi bilan birga turib, Xudoning xalqi uchun oldida yo'l boshlab, sardor bo'lib, ya'ni jangga o'zi oldi bilan chiqib, Xudo xalqini janglarda g'alaba qilg'izgan mazmunni bu yerda ko'ra olamiz. Yana bir tipik mazmun nima desa, Hezekiya podshoh shu vaqtlar, ya'ni
İsrail padişahlığı şu vaqt ikkiga bo'linib, ya'ni Shimoliy padişahlık İsrailiya, Janubiy padişahlık Yahudiya qilib ikkiga ayrilgandan keyin, ya'ni bo'linib, qanday keyin Hizkiya padişah davrida, ya'ni biz padişahlar, ikkinchi padişahlar, bu yerda 18-19 bablarning mazmuni chiqadi. Shu vaqt Hizkiya padişah davridimi? Shu vaqtda nima Asurlar, ya'ni Asurlarga bular nima bo'lishdan burun Yahudiya, ya'ni Yahudiya, Janubiy padişahlık Yahudiya sürgün bo'lishdan burun mazmun. Shu vaqtidami Asurlar bularni ega qo'rishib olib, bularni qilgan vaqtidami shu vaqtda Xudo farishtalarni, ya'ni shu vaqtida bularni ojiz vaqtida Isroillar bo'lsin, ojiz vaqti bular Asurlar bo'lsin, qo'shini ko'p bular ega masalan u qo'rishib olgan vaqtida shu vaqtda bular nima deydi desa, Asurlar hatta İsraillarga elchi deb taslim bo'linglar, sizlar nimaga tayinib bunaqa oxirgi nima bardosh bersizlar, sizlar ishongan xudoyinglar sizlarni qutqizolmaydi deb turib, hatto xudoni haqoratlab, hatto bular ibroniy tilida xalqqa shunaqa nima deymiz, xudoni haqoratlaydigan, hatto xalqni qo'qqizdigan shunaqa so'zlarni qilgan vaqtida Hizkiya podshohimiz shu vaqtda duo qilib qolgan vaqtida shu vaqtda Yeshaya payg'ambar zamonida shu vaqtda Xudo farishtalarni yubatish orqali bularni qanday qutqizganlik mazmunlari mishadim bor. Bu yerda ham emas, ya'ni Isroillarmi, ya'ni Misrdan chiqib Qanon ziminiga kirgan vaqtida shu vaqt Xudoning xalq uchun qanday jang qilganliklarini, xalq atrofida, xalqi boshqa qo'shni allar ustida Isroillarga nisbatan qanday bir qo'rqinish paydo qilgan oldingi mazmundan bir qadim so'zlab o'tganga o'xshash. Ya'ni Xudo xalqining barliq xatarlar ahvollari ostida, xatarga tushib qolgan ahvollar ostida, ya'ni xalqining oldida turib, xalqi uchun jang qiladigan mazmunlarni biz ko'ra olamiz. Ham bu yerdan bizning muhim bo'lgan, ko'makchi bo'lganimiz nima desa, bu yerdan biz yana qonun sharhi 23-bob 14-oyat nima oldin qatdan bir qatim so'zlab o'tgan, ya'ni Parvardigor Xudoying seni qutqizishga, dushmanlaringni oldinglarga topshirishga, endi dushmanlaringlarni qo'linglarga topshirishga chidirgohing o'tirsida yuriydi. Shon sening chidirgohing pak bo'lsin, bo'lmasa o seningda biror paskalik ko'rsa sandan ayrilib ketish mumkin degan mazmun-ku, ya'ni Parvardigor har doim seni qutqizish uchun, dushmaningni qo'lingga topshirish uchun har vaqt sening o'tiringda, sening orangda, sening bilan birga yuriydi degan gapni mishada ko'ra olamiz. Ya'ni mishada bizga ta'kidlamoqchi bo'lgan nima desa, Abay deb o'tganga o'xshash, ya'ni İbrahimning e'tiqodi bilan Parvardigorning shundaq Xudo ishonganligi, Xudoga ishonib, Xudoga tayanganlar bilan billa har vaqt billa turib, ularning barliq qiyinchiliklardan, barliq shunday xim-xatarlardan, barliq ko'z oldidagi har qanday ahvollardan ularning yengish uchun Xudoni ular bilan doim billa turib, ular bilan billa ularga yo'l boshlab, ularning barliq xim-xatarlari oldida ularni qo'g'dab, ular uchun jang qiladigan shunday bir Xudo ekanligini bizga ko'ra olamiz. Shunga o'xshash, shunga bizmi har vaqt Xudoning bizning bilan birlashganligi bo'lgan ishonchimiz bilan har vaqt umidimizni Xudoga bog'lab turib, Xudoning bizni har vaqt barliq qiyinchiliklar ustidan, barliq turmushimizning bo'lsin, turmushimizga cho'ng kichik har qanday bir eziq turilishlar, qiyinchiliklar, xim-xatarlar bo'lsin, ularning oldida har vaqt Xudo bizni yetaklab, mushunday qiyinchiliklar ustidan bizni g'alaba qozondirish uchun har vaqt bizning bilan birga mangdonligini bizni hatto oldingi bobda ko'rib o'tganimizdek, ana burgut bolalarni ustiga mindirganga o'xshash har vaqt Xudoning bizni o'zi yudib, ustiga yudib, bizni yetaklab mangdan Xudo ekanligini biz bu yerda tunishimiz, Xudo bo'lgan e'tiqodimiz bilan, ishonchimiz bilan har kunni g'alaba qilguchining bir pozitsiyasi bilan. Chunki biz Rabaysa dedi, men g'alaba, ya'ni dunyo ustidan g'alaba qilganligim degan emasmi? Har qanday ishlar ustidan g'alaba qilgan degan bizga degan, ya'ni g'alaba qilganligim degan. Shunga o'xshash biz ham g'alaba qilguchilarmiz. Har qanday qiyinchilik havolasida biz har vaqt Rabaysa g'alaba qilganligi uchun, ham bizga g'albini bizga ato qilganligi uchun biz shaytonning har qanday ozdirishlar oldida, dunyoning har qanday bir halakchiliklar oldida bo'lsin, turmushimizning har qanday qiyinchiliklar oldida bo'lsin, bularga biz hargiz tiz pikmasdan, balki g'alaba qilguchilar ekanligimizni biz har vaqt anqirab turib, kunda g'alaba qilguchining xo'shaligi bilan, g'alaba qilguchining tinchligi bilan
endi g'alaba qilg'uchining shunday pozitsiyasi bilan yashashimizning naqadar muhimligini biz ham bu orqali bu mazmun orqali ko'ra olamiz. Andan keyin ikkinchi mazmunni qarasak, ya'ni Malkisidiqning İbrahimga baxt tilishi degan gap. Endi bu yerda Malkisidiq orqali biz ko'rishdik bir qancha mazmun bor. Ya'ni bu yerda Malkisidiq kim degan mazmun bor va Malkisidiq nimishqa İbrahimga baxt tilaydi degan mazmunlarni biz bir qatam ham tushunib o'tishimizga to'g'ri keldi. Endi shu vaqtda İbrahimmi ham Malkisidiqqa o'zining ya'ni g'animatlarning olgan o'ljalarning g'animatlarining o'ndan birini Malkisidiqqa taqdim qilganligini biz ko'ra olamiz. Mush yerda endi biz bir Xudoning belgilamalarini bir qatam ko'rib o'tishdik bir qancha belgilarim bor. Endi mush yerda Xudo Malkisidiq kim degan vaqtida bu ya'ni Malkisidiq bo'lsa, ya'ni ikki xil sifat bu yerda Salimning Salim begi deganda bu yerda Salim degan gap ya'ni Salim bunun ikki ma'nosi birisi ham amallik degan ma'no salom bor. Biz salom deb qilamiz. Bu salom degan gap as ibraniy tildan kelgan. Albatta endi arabchada o'xshab qoldi. Bu salom deganlik ya'ni amallik degan gapda amallik degan ma'nosi bor. Endi bu Salim degan gap endi Yerusalimning burungi ismi. Ya'ni o'sha davrlardagi Yerusalimning ismi. Shuningda endi buningda Salim podshohi degan endi bir hisobda shu endi amallik ya'ni haqqoniyat podshohi, haqqoniyat shohi degan ma'nosi bo'lsa, endi shu joyning ya'ni podshohi, ya'ni Salimning Yerusalimning podshohi deb ko'ra olamiz. Endi bu nimishqa Salim Yerusalim burun qismi deb qaraymiz yotida. Zabur 76-bob 2-oyat qarasa, ya'ni shu joyda ham bu ya'ni Salimning Yerusalim ekanligini bu yerda tilga oldi. Ya'ni turar joyi Siyondadir, muqaddaschidir bo'lsa, Salimdadir deb Xudoni ta'riflagan yerida. Shuning uchun Salim podshohi degandan shundaq ya'ni amallik podshohi, ham shunday Salim degan joyning podshohi begi ekanligini biz ko'ra olamiz. Begi. Endi bu yerda Xudoning ruhaniysi, ya'ni Xudoning ruhaniysi Malkisidiq degan vaqtda bu yerda Malkisidiq. Bu yerda malak, ibroniycha malak degan gap endi podshoh degan gapda Sidiq degan gap chadaq deb ibroniycha chadaq degan gap, bu chadaq degan gap adolat, haqqoniyat degan gapda. Shuning uchun bu Malkisidiq degan bu ismning adolat, haqqoniyat shohi degan mushundaq bir ma'nosi bor. Shuna qilib endi bu Malkisidiq bo'lsa, Xudoning ruhaniysi shundaqla Salim ya'ni amallik begi, ya'ni Yerusalimning begi, Salimning begi degan ekanligini ko'ra olamiz. Bu Malkisidiq degan gap endi adolat, haqqoniyat shohi degan ma'nosi borligini bir qatim ko'rib o'tdik. Endi bu Xudoning ruhaniysi degan vaqtida endi bu ruhaniylar kimlar? Xudoning ruhaniylar nima ish qildi degan mazmunni bir qatim ko'rib o'tishimiz to'g'ri. Shuningda bu mazmunni taxminan tushuna olamiz. Chunki Xudoning ruhaniysi sifatida Malkisidiq chiqib Ibrohimga baxt tilagan. Hem şuna o Xudoning ruhaniysi bo'lg'achqa Ibrohim g'alba qazanib kelgandan keyin o g'animatlarning o'ndan birini bu Xudoning ruhaniysiga ataganda. Unda biz Xudoning ruhaniysi deganda Xudoning ruhaniysi kimlar? Biz endi bu ruhaniy degan gapni biz endi Misrdan chiqish bobidan boshlab Laviylar, qonun sharhi, cho'llik hikoya degan mazmunlar ko'rayotimiz, tafsil ko'rib o'tamiz. Buni hozirdan boshlab pek inchi so'zlasam balkim beshinglar og'rib tushunolmasinglar mumkin. Shu hamda biroz qisqacha muhim bo'lgan mazmunlarni bir qatim ta'riflab o'tay deb qaradim, izohlab o'tay. Endi Xudoning ruhaniylari kimlar desa, eng dastlabda ya'ni Musoning akasi bor, Muso payg'ambarning akasi Harun. Harun Xudoning eng dastlabki ruhaniysi deb atalganda, endi qonun shu Misrdan chiqish, qonun sharhi Laviylar qismini o'qisanglar shadi bor, ya'ni Harun. Xudoning ruhaniysi ham kim bo'la oladi desa, faqat Laviy qabilasidan Xudoning ruhaniysi, ya'ni chiqadi. Faqat Laviy qabilasidan kelganlar Xudoning ruhaniysi bo'lib, Xudo uchun xizmat qila oladi. Endi bu ruhaniylar nima ish qildi desa, ya'ni Xudoning bu ruhaniylari nima ish qildi desa, Xudoning muqaddas chidiri oldida, muqaddas chidiri ichida, Xudoning ibodat chidiri ichida xizmat qildi. Bu Xudoning ruhaniylari ham ikki ya'ni bosh kahin va Laviylar deb ikkiga bo'lindi-da. Bosh kahin faqat bir odam, ya'ni bosh kahin. Xudoning eng muqaddas joyiga, ya'ni Parvardigor bilan uchrashish chidiri ichidagi muqaddas joyi, ya'ni burundan tatgan so'zlab kelgan, ya'ni ahd sandig'i, Arının tayiqi bu o'xshash ahd sandig'i bor. O'sha joy eng muqaddas, ya'ni kerublar bilan qo'rsalgan joy. Eng muqaddas joy, u yerga faqat Harunlar kira oladi, ya'ni bosh kahinlar kira oladi-da.
bu mazmunni hozircha shunday tushunib tursanglar, keyin asta-asta cho'nqur tushunamiz. Faqat Xudoning muqaddas joyiga kira oladigan bir kishi bo'lsa, bosh kahin. Laviylar bo'lsa, Xudoning muqaddas chidiri, ya'ni sirtqi joylarda, ibodat chidilari ichida xizmat qilganlar. O'sha bala uskunlar bor, Misrdan chiqishdan oid tafsiliy so'zlangan. Shularni tozalab, shularni radlab, chiroqdan, isiriqdan, non degan o'sha mazmunlar bor. Shularni qilganlar, shularni xizmatini qilganlar, laviylar deb ko'rsak. Endi bu bosh kahin, ya'ni bularning vazifasi nima desa, endi bularning vazifasi ya'ni qurbonlik qilish. Bular eng oldi bilan o'zlari uchun qurbonlik qilib, o'zlarining gunohi uchun kafarat keltirib bo'lgandan keyin xalqning qurbonliklarini qilib, ya'ni bo'g'izlab, Xudoga bo'g'izlab, shunday qonlarni ibodatchilar qon milaydigan ishlarni mushlar qildi-da. Shu kahin qildi emas, shuncha bilan qurbonlik qilib, kafarat keltirish ishlarini qildi. Ya'ni gunoh tilash, gunohning kechirimini tilash ishlarini mush kahinlar qildi, birinchi vazifasi. Andan keyin Xudoning chidiri ichidagi xizmatlarni qilish, bayam dedim-ku. Chiroqdan, isiriqdan, paklanish ishlari degan o'xshash. Andan keyin bular yana xalqqa Xudoning nomida baxt tilash ishini qildi. Xudoning nomida baxt tilaydi. Ya'ni Xudoning baxt va la'nat degan mazmunlar bor. Qonun shariat o'qisanglar, shunga o'xshash Xudoning xalqqa baxt tilash ishlarini ham mushlar qildi. Andan keyin Xudoning belgilamalarini xalq o'rgatish vazifasi bor. Ya'ni shu Tavrat, ya'ni shu Xudoning so'zlarini xalqqa o'rgatish vazifasi bor. Ham shuni xalq o'rgatib, andan keyin Xudoning qonuni, belgilamalari, hukmlari bo'yicha xalq orasida adolatni yurgizib, hukm surish, ya'ni hukm qilish. Ya'ni xalqqa, ya'ni adolat bo'yicha Xudoning so'zi bo'yicha barliq ishlarni hukm qilib berish. Xudoning so'zi bo'yicha hukm qilib berib, ya'ni xalq orasida adolat yurgizish uchun mushunday hukm qilish vazifalarini mushunday qildi. Material qarasanglar, buning alqi mazmunlarining nalarda ko'gil bo'lganliklarini men yozib qo'ydim. Qiziqadiganlar ishkilab ko'rib baqsanglar bo'ldi. Bugungi mazmun orqali nima ko'ra olamiz desa, hamda bu kahinlar nima, Xudoning ruhaniysi nima qildi desa, qurbonlik qilib kafarat keltirish, Xudoning chidiri ichida xizmatlarni qilish, xalqqa Xudoning nomida baxt tilash, Xudoning so'zlarini, belgilamalarini, qonunlarini o'rgatish, xalq orasida adolat yurgizish, ya'ni hukm chiqarish, hukm qilish degan mazmun, degan ishlarni qildi degan emasmi? Shunga Xudoning ruhaniysi bo'lgan bu Salimbek Malkisidikmi? Ya'ni İbrahimning oldiga chiqib, ya'ni İbrahimga baxt tilagan. Bayam degan emasmi, xalqqa Xudoning nomida baxt tilashini kahin qilgan, ruhaniylar qildi degan. Shuning uchun bu Xudoning ruhaniysi Malkisidikmi chiqib İbrahimga baxt tilagan. Andan keyin bu Malkisidek, ya'ni bu biz, ya'ni bu Malkisidek ayet, ya'ni İsa Masihni Muşa Malkisidek o'xshash ruhaniyga o'xshatgan yerlari bor. Bunun qaraydigan bo'lsak, ya'ni Zabur 110-bob 110-munojat 4-oyatda Parvardigor o'zgarmas qilgan muni qasimini mangulik ruhaniy tursan, Malkisidekning qatoridagi degan mazmun bor. Andan keyin İbroniyliklar yozilgan xat 7-bob 15-22-oyatlarga qaraydigan bo'lsakmi, İsa Masihning nima uchun Malkisidek qatoridagi mangulik ruhaniy deb atilganligiga asosan mazmundan tushuntirgan. Ya'ni bayam degan emas, ruhaniylik tuzumi degan Xudo degan emasmi? Xudo belgilab bergan tuzumda asli Lavi qabilasidan chiqadigan-da. Lekin İsa Masih bo'lsa Lavi qabilasidan emas-da. Yahuda qabilasidan chiqqanda. Shuning uchun bu ruhaniylik tuzum bo'yicha chiqqan bash ruhaniy emas, balki Xudoning mangulik qasm bilan mangulik bash ruhaniy bo'lganligini, ya'ni İsa Masihning mangulik bash ruhaniy bo'lganligini. Shuning uchun Malkisidek qatoridagi baş ruhaniy ekanligini bu yerda deydi. Ya'ni Malkisidek desa, hamda buning biz nasabnomasini, kelib chiqishini biz bilmaymiz-da. Faqat mishada uning Xudoning ruhaniy ekanligi ham xotirlangan. Shuning uchun biz uning Xudoning ruhaniyligini biz tushuna olamiz. Lekin uning nasabnomasiga kelib chiqishini bilmaymiz. Buning qanday ruhaniyligini biz bilmaymiz-da. Lekin endi bu yerda Lavi qabilasi deganlar bu keyin mavjud bo'lgan, keyin bu Yaqubning 12 avlodidan keyin paydo bo'lganlarda. Endi lekin mishada Malkisidek qatoridagi degan gap, endi bu yerda bu mazmun orqali nima ko'ra olamiz desak, mushundaq mangulik ruhoniy, ya'ni Hazrat İsa bo'lsa Malkisidek qatoridagi mangulik bo'lgan bir bash ruhoniy, bizning mangulik ruhaniyimiz ekanligini bu yerda mushun chetishlik mazmun. Buni yangi ahd bilan qo'shib bo'lgansak, texim aniq tushunatdik. Hozircha mushundaq endi bir mazmun chetishlik mazmunlar bor ekan deb ko'rib o'tsanglar.
Andan keyin Hazrat Aysoning hamda ham bizning bosh ruhaniyimiz, ya'ni bosh kohinimiz, andan keyin ham bizning podshohimiz, ham payg'ambar sifatida kelib bizga payg'ambarlik sifatida Xudoning xizmatini, Xudoning so'zini bizga taqdim qilganini biz shuni ko'ra olamiz. Hamda o'shanda Iso Masihga oid mazmun o'sha ibroniyliklar yozgan xatda nihoyat aniq chiqadi. Buni biz bir keyin ibroniyliklar yozgan xatni bir qatim ko'rib o'tgan vaqtimizda texnik tafsiliy tushuntirib ko'rib o'tsak. Endi xo'sh mazmunga kelsak, ya'ni Ibron g'animat olgan narsalarning 10dan birini malkisiga taqdim qilgan deydi. Bu yerda nima uchun Ibron malkisiga, ya'ni Xudoning ruhaniysiga o'zining g'animatlarining 10dan birini taqdim qildi? Ya'ni 10dan 1 ulush degan bu mazmunni biz bir qatim ko'rib o'tishimiz to'g'ri keldi. 10dan 1 ulush degan gap, ya'ni Parvardigor, ya'ni bu qonun sharhi laviylar qismi hisoblanadi. Ko'pdi bu endi ruhaniyga ondan bir qismini ondan bir qism o'lishini, ya'ni ondan birini taqdim qilish bo'lsa, ya'ni buning sababi Parvardigor ruhaniy bo'lgan Harun, ya'ni Harunga İsrail zamin, çünkü Harun ve Lavi kabilesi, yani Harunlarning, yani Lavi kabilesilarning, yani İsraillar Mısırdan chiqib Kanaan zimine kirgan vaqtida bularning zimini bo'lmaydi deb oldin qatim bir qatim qisqacha deb o'tgan. Bularning zimini, ya'ni o'lishi, mirosi bo'lmaydi deb bularning. Xudo o'zi bularning mirosi hisoblangan. Ya'ni Xudo o'zi deydi, ya'ni İsrail zaminda sening hech qanday mirosing bo'lmaydi. Ularning orasida hech qanday nasibang bo'lmaydi. İsraillar orasida mana men o'zim sening nasibang. Sening mirosingdir men. Laviylarga bo'lsa, ularning o'taydigan xizmatlari, ya'ni jamoatchilikka xizmat uchun mana men Isroilda taqdim qilingan barliq ondan bir ulushning hammasini ularga miros qilib berganman deydi. Endi bu ondan bir ulush nimalarni o'z ichiga oldi desa, bu g'usul, yig'im terim hammasinin g'usullarning, barliq molosollarning ondan birini, barliq narsalarning mevchi bo'lsin, hamma olgan narsaning, ya'ni Xudo baxt barkat ato qilgan hamma narsaning ondan birini xalq avval Xudo ibodat qilib yetlar bog'u, yetlar. Shundaq yetlar vaqtida, yetgan vaqtlarda bularni hem qurbanlik qilish uchun, o'sha ham et o'tkazish uchun bular barliq qismlarining, barliq olgan narsalarning, molosollarning barliq narsalarning ondan birini elib, ko'tarib bular shu ibodatchilarga olib borib, ya'ni shu Lavi kohinlarga berdi, Laviylarga berdi. Şu vaqtda bu xalqning ondan birini Laviylar olsa, ham bu Laviylarmi ham o'zining ondan bir ulushini ayirib baş kahinga berdi. Yani Parvardigorga atadık degan hisobda bu Laviylar o'zining ondan birini Parvardigorga ataydi. Parvardigor atagan muşan ondan biri bo'lsa, yani kahin Lavi, yani baş kahinga, baş ruhaniyga tava bo'ldi-da. Endi bu baş ruhaniyga olgan bo'lsa, eng muqaddas hisoblanganlari va eng yaxshi bo'lganlari. Molosolning eng yaxshi bo'lganlari. Şuna endi bu baş kahinga shuning uchun endi bu barliq molosolning, xalq fahmisining barliq molosolning ondan birini ataqqanga o'xshash, bu yerda Ibrohimmi o'zining g'alaba qilgan, g'animatlarning, barliq erishganlarning, ya'ni Xudoning yordami bilan bu jangda g'alaba qilib erishganlarning ondan birini Xudoning ruhaniysi bo'lgan Malkisedekqa o'zining ondan birini ataqa olamiz, biz ko'ra olamiz. Biz bu yerda nima ko'ra olamiz desa, men burun deb o'tgan Petros yozgan, ya'ni ikkinchi xatda, Petros yozgan ikkinchi xatda shu sizlar bizni hammamizni, ya'ni Xudoning bosh ruhaniylari qatoridagi Xudoning xalq ekanligimizni ta'kidlab o'tgan. Shu vaqtda men shu vaqt degan shu ruhaniy bosh kohinga oid mazmunni tushunsak, biz o'zimizning salohiyatimizning qandoqligini biz cho'nqur tushuna olamiz deb o'tgandim. Shunga o'xshash bu yerda men deganga o'xshash, ya'ni bu yerda Xudo, ya'ni shu ruhaniy, ya'ni shu ruhaniylarning, ya'ni mirosi, ularning nasibisi deganga o'xshash, bizmi Xudoning xalqi, ya'ni bosh ruhaniy qatoridagi Xudoning xalqi, zamindan tanlab olgan, o'ziga mansub qilgan, muqaddas deb atab olgan Xudoning xalqi hisoblanamiz. Shundoqla bizni Petrosga o'xshash, biz ham Xudoning bosh ruhaniysi sifatidagi xalq bo'lish sifatimiz bilan, ya'ni Xudomi bizning barliq mirosimiz, barliq nasibimiz bo'lganligi uchun, ya'ni Xudomi bizning barliq muhtojliklarimizni, barliq narsalarimizni ta'minlovchi, bizning bizni ta'minlovchi, bizning mirosimiz, bizning nasibimiz Xudo o'z ishkanligini biz ham bu yerda ko'ra olamiz. Buni ham Zabur 23-munojatdan bog'i,
Yani Xudo mening boqquchimdir, hech muhtojligim yo'qdir degan o'xshash. Xudo o'zi bizning nasibimiz, Xudo o'zi bizning mirosimiz bo'lganligi uchun bizning barliq turmushimizdagi barliq kamchilik, muhtojliklarimizni, lozimatliklarimizni, barliq bizning yo'llar, bizning turmush yo'llarimizdagi barliq bizga nima eng yaxshi, nimaga muhtoj, qaysilar bizga nisbatan eng muvofiq deganlarning hammasini Xudo bizga o'zi yetaklab, Xudo bizni o'zi shu eng yaxshi bo'lganlarni bizga ato qiluvchi ekanligini biz bu yerdan shuni ko'ra olamiz. Xo'sh qarindoshlar, bugungi mazmunni biroz oddiyroq ko'rganimiz yaxshiroq qildi. Bek cho'nqir ko'rsakmi, balkim nima deymiz, qiyin bo'lib qoldi. Ta'sirlashib bek cho'nqirlish ketsa, beshinglar og'rib ketmasin. Buni asta-asta, azozdan shu kahillarga, ruhaniylarga oid mazmunlarni azozdan tushungan yaxshiroq, yaxshi tushunib, yaxshi yozim qilish ham muhim. Shuning uchun ham bugungi mazmun ichida qisqa yig'inchoqlasak, ikki mazmun, ya'ni Xudoga bo'lgan e'tiqodi, ya'ni Xudoga tayanib, o'zidan kuchli bo'lgan, nechasi kuchlik va ta'sir doirasi cho'ng bo'lgan shunday bayliklarga jang e'lon qilgan Ibrohimning e'tiqodini bizga ko'ra olamiz. Andan keyin bu yerda biz ruhoniy degan so'z orqali ham ruhaniylarning qilgan ishlarini biz ham bir ko'rib o'tdik. Ham shuningdek Rabbimiz Iso Masihning ham bizga baxt tilaguvchi ruhaniy bo'lganligi uchun, ya'ni bizning mangulik baş ruhaniyimiz bo'lgan bizning Rabb Isoning ham bizning uchun ham bizning gunohlarimiz uchun kafarat keltirib, bizni poklab, bizni gunohlarimizni poklab, bizni Xudoning eng muqaddas joyiga boshlab akirganligini, bizning uchun o'z tinini qurbonlik qilib, o'zining qini orqali bizni Xudoning eng muqaddas ishidiriga boshlab akirganligini, ham shuningdek bizning bosh ruhaniyimiz bo'lgan Rabbimiz Iso Masih bizga o'zi baxt tilab turib, Xudoning barliq baxt barakatlarini bizga ato qilganligini, ham shuningdek Xudoning so'zlarini, Xudoning barliq haqiqatlarini bizga o'rgatib, bizga ham shu haqiqat bo'yicha bizning hayotimizda shu haqqoniylik bilan yashagan hayotimizda adolat yurgizishimizni bizga chekilganligini biz yangi ahd orqali biz ko'rgandik. Buning orqa ko'rinishi, ya'ni bularning kelib chiqish manbalarini, ya'ni biz bularning asosiy qismlarini ham bugungi mana ko'nahdagi bugungi mazmun orqali ko'rib o'tdik. Ya'ni ruhaniylarning vazifasi orqali men bularni biz texmo tushunib o'tdik deb o'ylayman. Ma'qulamsa qarindoshlar, bugungi mazmunni mushunchalik ko'raylik. Agar janda yana buning ichidami tushunamagan bir qism texmo tushunishni xohlaydigan mazmunlar bor deb qarasanglar, aniq bo'lmagan, mujmal bo'lgan taraflar bor bo'lsa, Telegramda, ya'ni savollaringlarni qoldirib qo'ysanglar bo'ldi yoki ayrim menga uchur qilib so'rab qilsanglar bo'ldi. Ma'qulamsiz qarindoshlar, biz keyingi sonda ko'rishaylik. Manglar Xudodan kelgan tinch amallik, har bir kuninglarni bayam deganga o'xshash g'alaba qiluvchining salohiyati bilan, g'alaba qiluvchining pozitsiyasi bilan har bir kuninglarni shod-xuramlik ichida g'alaba qozonishinglarni, hamma qiyinchilik, hamma ishlaringlarda Xudoning yordami bilan, Xudo bilan birga yengib, Xudoning ulug'ligini ko'rishinglarni umid qilaman. Biz ham keyingi sonda ko'rishaylik.